Eng nadir, eng yangi, süzük yuqur bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.jsalkin.com. Yuşen, tap aldınız mı? Neçə adamla başlap kendini tutup kal. Bir yanıma onu tapşır. Bura verme. Memlenmeyin la. Neymiş kımamaydı? Çıkar. Tosta, ağamcın yeşmepti. Yedebilem. Ben yeşildi. Koğlan la. Buraderler. Çokum onu öldürüydün la. Gel çıkın la. Ne oldu? Koğlum la. Ne oldu? Parafut kaçıp gitti. Allah. Karımı mısın? Ama yan şu oyunu öldürelim. Andım bu iş yani. Kes. Kes. Johnson, sana içip olmagandı. Sizge hiç bulmagandı. Yaxşı, rahmet sana. Hiç kısı yok. Yani geldi. Ben köydüm. Yaşayan yana demsen, onu köydün mü? Hay. Yuşen, yaşayan kepti. Rast mı? Kayada. Johnson körüptü. Ben teği o katillarını nimada tuyuksuz tarqılıp ketken depti ben. Qırğaqdan yiraqlaşıp ketmeyli. O pristağa kesila, onu ilip bir yerin gideyli. Neymiş ki tepsi ketmediniz? Ben yeni qaytib geldim. Neymiş ki? Menimce, siz bilen bolsam yakın bir kadar oldu gelmen. Ben bilemiyorum. Yeterli. Bak kol bombası be. Buraderler. Göz kırp onu öldürüydü Allah. Üstüge çık öyle.
Sizlarni qo'g'dab turay. U yerga chiqinglar. Charlie! Charlie! Manga. Tez bol. Burada. Hem de bizli kaldık. Şundak. Onunla neymiş kural tanlap çıktın. Ma tehdit salaman deb o'ylagan o'xshamamsan. Seningchi-chi? Meningcha sen undaq ahmoq emas-ku deyman. Qur'onni tashla. Bo'lmasa uni o'ldirayman. Qur'onni tashlamdim. Nemishqa? Uning uchun nima? Ishonmamsan? Sana yana bir qatim deb qo'y. Qur'onni tashla. Bo'lmasa men bu ikki pay o'q sana bergan eng yaxshi javob. Agar beshingni shundoqli chiqarsang, seni o'ldirayman. Sen rostdan uni hayoti bilan qaring yo'qmi? O'zingni aqlliq chaqlama. Uni o'ldirsang, o'zingmi o'lasan. Agar ishonmasang sinab baq. Rost gapni qilay. Men bu ayolga intayin o'ch. Onun hayatını senin hayatına tegishli bo'ladigan ish bo'lsa, men Tangridan telefon topolmaydigan ish bo'ladi. Siz Sen rostla uni o'ldirishga yo'l qo'yamsan? Sana aytib qo'yay. Sen bu qatim odamni xato tanlab qolding. Sen kuching yetkicha uning kayniga mukib ol. Ish qilib mening vaqtimning cheklamasi yo'q. Meningcha birdamdan keyin bu yuşamı bu yerga yetib keladi. O seni ko'rsa, cho'qim xo'sh bo'lib ketadi. O meni kimligimni hargiz bilmaydi. O seni deb bu yerga keladi. Asli qo'rqadigan odam sen. Men o'limdan qo'rqmayman. Sen-chi? O'limdan qo'rqmagan bo'lsang, bu yerga kelmagan bo'larding. Aslida men paraxodga o'ltirib, bu yerdan ketmoqchi edim. Biroq hozir qarorimni o'zgartdim. Shu sababdan menga nisbatan Shalining foydalanish qimmati qolmadi. Qo'lsala, agar uni o'ldirsang, sening masalang hal bo'ladi. Sen degan bir ablah. Bag'ri tash ablah. Sen o'limga loyiq. O'limga loyiq. Odamni xato tilading. O'limga loyiq odam u. Har ishkilinglar o'limga loyiq.
Ağzını şu. Şart koyuşaylı. Anlap bakay. Ben bir işki üçteymen. Biz işkimiz birli vaqtda oqdan tushirmiz. Ondaq bo'lganda har ikkimizning tapanchasida bir tala o'q qoladi. Ben onu öldürsem tapancham quruq qoladi. Sen bo'lsa qiynalmayla meni itib o'ldirsan. Biroq buning nima ahmiyati bor? Uni katkizib o'tib, ikkimiz yolg'iz qolamiz. Ondan ishki payoq bilan xotirjam elishimiz. Biroq men nemishqa o'qdanni tashlayman. Hozirmi bir o'qdan turyapmizmi? Meni senmi bu ishga kelishdan burun ikkimiz o'tirishga masalani hal qilishni xohlaysan, u deyman. Bu gapni qilsam, men qiziqib qelyapman. Yaxshiroq o'ylashib baq. Mening shartim pekmi adil. Ma'qul. Yana desak, ikkimiz orasidan faqat birimizla bu yerdan hayot ketalaymiz. Mana bu men yoqtiradigan oqibat. Shali, bugun tushdan keyin sizga degan gaplarim esingizdami? Haqiqiy o'lim beshingizga kelganda ondan hayotning qanchalik qimmatli ekanligini bilasiz. Hayot qilish uchun men nomussiz ishlarni qilishga rozi. Endi-g'o tushungansiz? Shu sababdan sizning hayot qilish qolmasligingiz bilan ko'rim yo'q. Biroq men rahmat etishingiz kerak. Boshqalarning minnatdor bo'la olgan odam hayot qilish fursatiga ega bo'la oladi. Esingizda bormi yo'q? Bayatın eshikdan chiqqanda sizga bir sovg'a bergan edim. Sovg'a? Tayyorlig'im bitdimi? Boshla. 1, 2, 3. Ben tushunmadim. U quradi. Neden kep qoldi? Bayatdan bir ishni ta'kidlab o'tdim. Balkim diqqat qilmagan bo'lishim mumkin. Bu men Shaliga so'q qilgan so'qat bo'yimi. Mana bu so'qat. Endi o tushungansan? Senin qo'lingda o'lsam, mening gapim yo'q. Qolsala. Ko'zingizni oching. U qochib ketdi. Ko'zingizni oching. Qandoqroq tursiz? O'rningizdan turing. Tez.
Sen necha qitim qora bo'riga yordam qilib, harbiy komitetning ish qo'llaydigan muhofizatchisini o'ldirgizib, meni baloga tiqib qo'yding. Sen Shalining salohiyati va telefon nomer ham adresini qora bo'riga aytib berganliging uchun 6-nomerli qasrda tuyuqsiz odam o'ldirish hujumi yuz berdi. Sen yana Shalih ikkimizning Xuangshanga boradiganlik xabarini ularga yetkazib, qora bo'rini bu yerga balduroq kelib mumkinligiga yordam qilib, bu yusha ikkimizning zarbidor atirtini birlikda to'rg'a tushirib, halok qilmoqchi bo'ldi. Sen nima deyapsan? Men tushunmadim. O'zingni besib ol. Shundoq, bularning hammasini men qildim. Rostlasizmi? Nima bunday qilasiz? Kona uydagi jangchilarni sen o'ldirding, shundaqmi? Ha? Sen qanday bilding? Birodarlarning hammasiga keynidan o'q tegibdi. Faqat sen shunday qila olaysan. Shundoq. İnsan qilipidan chiqqan rezil ablaxkansan. O'zingni besib ol. Biz shartlashaylik. Qanday shart? Sen hozir boshpanasiz qolding. Bizlar emas. Balki kompartiyami seni tezroq o'lskan degan umidda. Meni o'ldirgan taqdirdimi? Ustungi jinoyatlarini yuvib tugitishga amaling yo'q. Bunda qilaylik bo'lamdi. Biz birlikda kemiga o'ltirib, cho'ng-cho'ngga berib, xo'jayin bilan ko'rchaylik. Men sening guvoching bo'lay. U yana bir qatam sana ishonishi mumkin. Tezlan. Nima? Tezlan! Bilaman. Xoin sen faqat birla emas. Agar hayot qilay desang, qani ayta. Yallab menish planni kim oshkorlab qo'ydi? Yallab menish plani? Buni 4 odam biladi. Biroq Temfun nomli kema hujum uchirgandan keyin faqat bir odam hayot qoldi. O'ylab baqa. Bu xoin zoti kim? Bu yusha? Ha? Shundoq. Qurolni tashla. O'q chiqama. Yanshongye, sen qo'lga ilinding. Qarshiligingni hozirla to'xtat. Bo'lmasa o'limdan boshqa yo'l yo'q. Meni o'ldirsang, sen hozirli o'qishida xuddi o'tmitushki siratga o'xshab qolasan. Bu sekretar. Yanshongning qo'l ostidagi birodarlarni ko'noyida o'ldirib etdi. Zarbidor atletikalarning hammasi butunlay qurbon bo'ldi. Yanshongye, sen mushunda qarshilik qilib, xalqni dushman deb bilamsan? Chiqinglar! Sizlar Sen xoin endi taslim bo'lmasang, seni etib tashlayman. Birodarlar uchun qisas olaman. Yanshongye, sen tugashding. Qur'onni tashla. Sana hayotlik yo'li ato qilaylik. Bo'lmasa, jastingga ega bo'ladigan odam chiqmaydi. Menga nima ish bunda qaraysan? Noch bo'lsang o'q chiqamamsan. O'q chiq. Bu sekretar, uni qo'lga ilinglar. Tez! Uni qorshanglar. Tez! uni aytinglar. Xo'p. Yo'q, uni o'ldirishga bo'lmaydi. Shali. Sarang bo'lib qoldingizmi? Yo'q, men sarang bo'lmadim. Asli xoin bo'lmadirkan. Men uning bizni o'ldirish uchun hujum qilganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Boyi u kona uydagi jangchilarni o'z qo'li bilan o'ldirayotganligini ustiga oldi. Shali, nima deyapsiz? Meni deganlarimning hammasi rost. Bangmodir, bizning Xuangshanga kona uyga boradigan xabarimizni yoshirin qora bo'riga yetkazib beribdi. Qora bo'ri bu yerga odam boshlab, sizning qo'shiningizni ham Yanshongni birla vaqtda to'rga tushirmoqchi bo'libdi. U yo'ldosh
Haqiqiy xoin bang mudir. O mening saloyitim va adresimni qotilga aytib berib o'ldirmoqchi bo'pti. Shunga 6 nomerli qasrda odam o'ldirish hujumi yuz bergan. Yanshongyang faqat dil vaqtida naq maydonga kelib qolganligi uchun meni qutqizib oldi. Acaba sizni tutqun qilishmi, hayotingizni qutqizib qilishmi ekan? O meni tutqun qilmadi. O'z ixtiyorligim bilan uning bilan bilamadim. Og'zingni yum. Va mudir pishqadam inqilobchi. Qandaqsiga xoin bo'lib qoladi. Qahramonga unda haqorat keltirma. U o'z og'zi bilan shunday dedi. Mana men guvohchi. Mening va mudir bilan hech qanday adovatim yo'q. Nemish qo'ningiz yangashlik qilgandayman. Shali, degan gaplaringizning hammasiga mas'ul bo'la olamsiz. Men hammaga mas'ul bo'laman. Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqori bo'lgan filmlar salkin süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.shiji-salkin-chekit.com. Yanshongyang, qurolni tashlab biz bilan qayt. Sana o'zingni aqlash fursati beraman. Ma fursat berishingizning hojati yo'q. O'zimni aqlashning texmi hojati yo'q. Qani o'q chiqaram. To'xta! Yana bir qadam deb qo'yay. O'rningda jim tur. Shonya, Bu sekretar odam boshlab uni tutib kelay. Acaba u mushunda qichib kesib olamdi. Birinchi men bilan mengla. To'xtash! U sekretar. U kessin. Siz nima deyapsiz? Men uni kessin deyapman. Hop. yachi, qanday o't yakkanmidimi? Bir peshkanlik yuz bermagandi. Uning mahoratiga nisbatan peshkanlik chiqmaydi. Biroq yarim soat o'tib ketdi. O'q ovozlam to'xtab qoldi. Nemish uning soyasi ko'rinmaydi. Taqat qilib birdam saqlaylik. Ehtiyot qiling. Keldi, yushan qara. Hay, uning endigi ayol kim? Uning bilan qaringiz bo'lmasin. Tez paraxodni qirg'a qaydaq, tez, ma'qul. Qimirlama. Mana. Kemin ayda. Tez. Yusha, nim qilyapsiz? Qirg'a qaydaq dedim. Yusha. Yusha, nim bo'ldi? Yusha, nim qilyapsiz? Ben sizlarni xo'jayinning yiniga boshlab bo'lsa, u bakmi xo'shal bo'ladi. Esingda bo'lsin, ilishiltiman deylar. Bo'lmasa, pushaymon qilib qolasizlar. Sen, kemini oldi qortmaydi. Tez.
qiziq ish. Changlar nomerlik kemini kim haydab ketgandi? Qora bo'ri. Bu ablah. Hilim yaxshi changfang nomerlik kiyim bor ekan, shuni shiltaylik. Tura olamsiz. Sizni yo'lab tushiray. Keling, ehtiyot qiling. O'zim qilay. Siz kimin haydang? Acaba ularmı bu yerga kelganmidi? Bu sekretar. Yo'ldosh bu isha, ular rostlik ketdimi? Shundoq. Ey, shali aljib qolgan o'xshaydi. Endi tag'amga nima mu deyman? Xotirjam bo'ling. Shaliga hech ish bo'lmaydi. Qaytgandan keyin men Cho'ngchangdagi Jo apandimga o'zim telefon qilaman. Ko'rdingizmi? Bu yerda bir maydon keskin urush bo'pti. Cho'qim kema talishib urishgan gap. Bu yerda bizning odamlarimiz yo'q. Qotil kim uchun o'q chiqargandi? Bu Yan Shuanyangning bu yerga kelishdagi maqsadi faqat paraxutga ega bo'lish. Agar rostili Wang Mudir aytgandek, bu qotillarni u ep kelgan bo'lsa, u Pristonga kelgan turuqliq nimishqa paraxutga o'ltirib qochmaydi. Nimishqa bu yerda xatarga tavakkul qilib, koni uyga hujum qiladi. demasam g'alati ish bo'ldi. Buning ichida cho'qim bir sir bor. Ha, bu sekretar, siz rostili Shalining gapiga ishonib qolmagansiz, a? Ishensam bo'lmamdi ekan. Burun o'zimizning hukmiga bakmi ishinib ketganligimiz uchun xoin ichimizda turib kuranglab ketgan. Yan Shuanyangning degan gaplari o'rinliq. Ba'zi vaqtlarda ko'zimiz odam aldaydi. Bu nima deganingiz? Qaytadan bu deloni tekshirib chiqsaq bo'g'idek. O'xtanning ichida o'g'liq ekan. Miltiq stoli qo'zg'altilib baxmaganlik uchun puraqmi yo'q. Bu miltiq ishiltilmabdi. Bu qurolmi ishlatilmabdi. Bu qurol ishlatilibdi. Bizning odamlarimiz urush partilmasdilla peshkanlikka yo'liqib bo'pti ekan. Ha,
Birodarlarning kiyimlari nihoyat pokiz, istutaklar orasida qolmabdi. U tarafdagi bir necha miltiqlar texi ishiltilmagan. Bu shuni tushundirdiki, ular dushman bilan elishib boqmagan. Biroq deriz oldidagi bu bir necha miltiqcho. O'qtandagi o'qlar etilib tugabdi. Yer yuzida o'q qoldiqlari turdi. Koni uy sirtida bo'lsa 10 necha dushman hujum qilganlikda etib o'ldirilibdi. Agar birodarlar dushmanlar bilan elishib bo'lgan bo'lsa, ularni qanday tushunamiz? Deriz oldida qotillar bilan elishgan odam bizning odamlarimiz emas. U birodarlar qurbon bo'lgandan keyin ondan koni uyga kirgan. U birodarlarning miltiqidan foydalanib, deriz oldida elishgan. Sirtqi dushmanlarni bir-birlab o'ldirib, hammasini halok qilgan. Bir odam bir necha dushmanni etib o'ldirgan. Buningga meni ishongim kelmaydi. Agar mushundaq odamning borligiga ishonadigan ish bo'lsa, undaqda u odam faqat Yanshuangyi. Ha, u Koni uyning ichki teshi va Piristondagi ahvollarni bir-birlab tahlil qilsak, bizning odamlarimiz va Yanshuangyi, Shali, yana heliqi sirli qotillardan boshqa 4-shaxsmi bu yerda bor. nima? 4-shaxs? Buni ko'rdingizmi? Bu bir portlatqich asbob. Shuni jazmlashtirishga bo'ladiki, uning egisi cho'qim bir portlatqich mutaxassis. Undaqda u Yanshuangga o'xshamamdi. Bu mumkin emas. Bu portlatqich asbobini faqat kasb ahli yasab chiqa oladi. Mening bilishimcha, Yanshuangning bunday qobiliyati yo'q. Amsu heli qotillarningmi? Mumkin emas. Bayotin bizni ko'rdik. Piristonga boradigan palampayda bir necha qotilning jasadi bor ekan. Bu aniqki, ularni bomba portlatib o'ldirgan. Shu sababdan shuni jazmlashtirishga bo'ladiki, portlatqich asbobning egasi uni ishlatadigan odam. Nima degan Xalida? Bu odam zoti kimdir? Men bir portlatqich mutaxassisini taniyman. Biroq uning bu yerda paydo bo'lishi mumkin emas. Ammo o'rningizdan turing. O'tinib qolay, o'rningizdan turing. O'rningizdan turing. Hargiz o'lma, o'tinib qolay. O'rningizdan turing. O'tinib qolay. Meni yolg'iz tashlab qo'yib ketma. Turing deyman. Turing deyman. Turing. Siz qahramon emasmidingiz? Endi ayol kishidek bo'lib qoldingizmi? Turing, turing. Turing deyman. O'tinib qolay. Turing. Tez turing. Turing. Xeyli yaxshi bo'lib qopti. Biroq yana kuzatish kerak. Agar kislarni qo'zg'alib qolsa, men xabar qilam. ma'qul. Sen doktor, bir qizchaq sizni izlab kelibdi. Qizchaq? Ishxonangizni saqlab qoldi. Ma'qul. Sen doktor. Shali, sizgansizg'u. Sat bo'ldi. Buncha kechida sizni avvar qildigan Hech bo'ldim. yo'q. Nima yuz berdi? Mening bir do'stim og'ir kasal bo'lib ketib qoldi. Berib ko'rib boqamsiz. O'zingizmi ko'rdingiz. Men hozir dijorlik turyapman. O'tinib qolay, cho'qim bering. Bo'lmasa, u bugun kechini o'tkazolmasligi mumkin. Qandoq kasal? Buncha ig'ir bo'g'di. Mang'ash paranglashaylik. Bo'lmasa ulgurmaymiz. Ma'qul. Sal saqlab turing. Men davolash sandig'ini olib olay. Voy, kim? Ha, siz-kimmi? Nima? Sholiq nim bo'ldi? Nima? Uni boshqalar tutqun qilib oldimi? Shundaq. Tag'a, men harbiy komitetga yo'ldoshqa telefonni beray.
Cavab andim, yaxshimisiz? Men cho'ngchingdagi ishchilar uyushmasidagi vuyusha bo'laman. Bir o'qishmaslik yuz berdi. Biroq siz xotirjam bo'ling. Shali hozir nihoyat bexatar. Shaliga zoda nima ish bo'ldi? Nima? U kemini o'zi haydab cho'ngchig'iga ketdimi? Shundoq. Uning yo'lga chiqqaniga 2 soat atrofida bo'lib qoldi. Balkim atdeganda yetib berishi mumkin. Shundoq. Javob andim. Shali borgandan keyin bizga xabar qilayotgan bo'lsangiz, mening telefon nomerimni yozib olsangiz bo'pti ekan. To'xtab turing. Qani ayting. Ma'qul. Men o'zim pristanga berib saqlayman. Bu yo'ldosh, rahmat sizga. Shojon. Efendim, nima ish? Hanqiz pishganlik uchrabdi. Mashina tayyor qil, pristanga boramiz. Ma'qul. Sindiqdir, bu yoqqa. Bemor qayerda? Kemida. Hanqiz, qaytib keldingizmi? Buni al. Rahmat. Ching efendim. Nima? Sizlar tanishamsizlar? Nihoyat yaqin. Uning ismi Chingtang. Burun bizning doktorxonaga cho'ng yordam qilgan. Biroq uning familiyasi Ching emas. Familiyasi Ching emas? Xatolashmadim. Shukan. Men xato tunimidim. Bo'ldi. Uning ismining nima bo'lishi bilan qaringiz nima? Tez ko'raylik. O'q tegibdi g'o. Nihoyat ig'ir ekan. O'qning beshi badanda ekan. Qandaqsiga bunaqa ig'ir yaralandi? Nimishqa balduroq aytmadingiz? Sizga uning o'q tekkan desam, kamay qo'yamdikin deb ansirdim. Nima? Ig'ir emas-da. Yorig'izdan qaraganda o'q beshi balki uning o'pka qandiga tekkan bo'lishi mumkin. Agar tezroq chiqarib o'tmasak, balki hayot xavf ichida qilishi mumkin. Amsa, tez o'q beshini chiqarib yetaylik. Undaq oddiy bo'lgan bo'lsa, bayli qo'lsam mamtim. Yori ig'zi ishki qismida bo'lganlik uchun o'rni nihoyat xatarlik. Mening yanimda ya operatsiya pichig'i, ya narkoz qilish to'g'risi yo'q. Hammasi mening kasobitim. Shali, siz mushya saqlab turing. Men doktorxonaga berib operatsiya pichig'i bilan narkoz to'g'risi kelay. To'xtab, berib kelishga 1 soat ketadi. U bardashlik beralamda. Undaq qanday qilamiz? Shiltiveringlar. Uyg'ondingizmi? Chang efendim. Sun doktor. Jiddiylashmang. Aldırmay so'zlang. İşletinglar. Meninkini ishlatinglar. Mening pichig'imni ishlatinglar. Sizning pichig'ingiz bu Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqori bo'lgan filmlar salkin süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com